Assalamu alaykum savoqdoshlar. Hozir biz sarf darsimizning 7-darsini o'qiymiz. Biz ilgirki soatlik darsimizda mutasarrif fe'lning sahih va mu'tal deb ikkiga ayrilganligi haqida so'zladik. Endi biz bugungi darsimizda biz fe'llarningki sahih fe'lning 3 turga bo'linganligi salim, mahmuz va mudoaf deb. Mu'tal fe'lningki misol, ajvaf, naqis, lafif deb 4 ga bo'linganligi, ya'ni umumiy jihatdan jami 7 ga bo'linganligi haqida so'zladik. Endi biz bu fe'llarningki turilish ahvoli haqida so'zlaymiz. Ya'ni biz bu fe'llarni isnodga yo'lagan vaqtimizda, ya'ni birlik shakli, ikkilik shakli, ko'plik shakli, ayollik birlik shakli, ayollik ikkilik shakli va buyruq shakllari hozirgi zamon shakllariga o'xshash uning turilish ahvoli bilan tanishib chiqamiz. Unda biz dersimizni başlayamiz. Bismillahirrahmanirrahim. İsnadul af'al ila الضمائر. Fe'llarni damirlarga qanday qilish, yulash. Ya'ni fe'lni bir damirga yulash orqali uni ikkilik, ko'plik, ayollik, birlik holatlarida ifodalash. Endi fe'li madi 14 xil holatga turiladi. 14 xil holatga turiladi. Ya'ni 3-shaxs aylik birlik shakli, 3-shaxs erlik ikkilik shakli, 3-shaxs erlik ko'plik shakli, 3-shaxs ayollik birlik shakli, 3-shaxs ayollik ikkilik shakli, 3-shaxs ayollik ko'plik shakli 6 tugida. 2-shaxs shunga o'xshagan 6 ga bo'linadi. Ya'ni erlik 3, ayollik 3. Undan keyin birinchi shaxs er ayolga o'rtaq birlik va er ayolga o'rtaq ko'plik iborat 2 ga bo'linadi, jami 14 turga turinadi. Endi biz bugungi darsimizda mushularning tafsiloti bilan tanishib chiqamiz. Deydi lilfi'l al-madi 14 siga. Fi'l madining 14 sig'isi var, 14 qurilmasi var. Ya'ni 14 xil ishlatilish shakli var. Minha o 14 xil qurilmaning ichidan sittatun lil g'oib. 6'sı g'oib uchun, ya'ni 3-shaxs uchun. Va sittatun lil muxatab va 6'sı muxatab uchun. Va 2 lil mutakallim va 2'si mutakallim uchun. Endi biz buning tafsilotlarini tanishamiz. Endi biz fe'li madini 14 ga bo'linadi. Buning 6'sı g'oib, ya'ni 3-shaxs, 6'sı muxatab, ya'ni 2-shaxs, 2'si mutakallim, ya'ni 1-shaxs uchun dedik. Endi bu fe'l madining qaysi xil fe'lning, ya'ni biz yuqorqi darsimizda o'rgangan sahih fe'lningmi, sahih fe'lning mahmuzningmi, hammasini shunday bo'lamdi deganda biz buni tafsili bir-birlab tushuntirib o'tamiz. Oldi bilan biz sahih fe'llarni isnodga yo'lashni o'rganamiz. Endi 14 xilga turilganini hozir o'rganmoqchi bo'lganimiz sahih fe'l. Endi sahih fe'lni qanchaga bo'linadi? 3 qismga. Ya'ni salim, mahmuz, mudoaf deb. Salim, mahmuz, mudoaf tuandagi o'lcham bo'yicha turiladi. İsnadul fi'l sahih, ya'ni sahih fe'lni damirga yo'lash. Sahih fe'l degan qaysi? Salim, mahmuz, mudoaf deb ko'rsatadi. Bu 3 xil fe'lni turlash. Al-fi'lul madi, mazi fe'l lil g'oib. G'oib uchun qanchasi? 6. Birinchisi fa'ala o'lchami. Fa'ala. Ya'ni g'oib aslida huvani keltirib qo'ydim. Ya'ni u degan gap. Birlikni bildiradi. Ya'ni fa'ala g'oib erlik birlik, fa'ala g'oib erlik ikkilik, fa'alu g'oib erlik ko'plik. Endi g'oibning 6ning 3'i erlik, 3 ayollik. Endi fa'alat ayollik birlik, fa'alata ayollik ikkilik, fa'alna ayollik ko'plik. Shuning uchun buning tarjimasida ish harakatni qildi degan gap, bu bir ish harakat abadi degan gap. Fa'ala qildi. Kim u qildi degandagi u bo'ladi. Qildi bir er. Fa'ala qildi 2 er. Fa'alu qildi ular, ya'ni ko'p erlar. Fa'alat qildi ayol, fa'alata qildi 2 ayol, fa'alna qildi ko'p ayollar. Endi muxatabni 6 dedik. Buningdanmi 3'i erlik, 3 ayollik. Masalan, fa'alta o'lchimida kelgan fe'l bu muxatab erlik birlik. Ya'ni qilding sen degan gap. Fa'altuma qildingizlar ikkinglar, fa'altum qildingizlar ko'p erlar. Endi ayollikqa fa'alti bilan qildingiz siz, fa'altuma qildingizlar bu o'xshash, fa'altunna qildingizlar ko'p ayollar.
Endi mutakellim uchun ikki dedik. Ya'ni fa'altu qildim men, fa'alna qildik biz. Bu fa'altu birlik ayolga o'rtaq mushkil shaklda ishlatiladi. Fa'altu o'lchimida. Fa'alna bu ko'plik o'rtaq fa'alna o'lchimida ishlatiladi. Ikki odamga shu ko'plik shaklda fa'alna o'lchimida qo'llanadi. Endi bu bir qilib. Bu bir qilib. Biz bir fe'lni mushu xil holatlarda g'oyib yoki muxotab yoki mutakallim shaklda mushu 14 xil turning birasidan biz ishlamoqchi bo'lsak, mushu o'lchamga solamiz. Masalan, fa'ala zahaba, fa'ala zahaba, fa'alu zahabu. Fa'alu degan nima edi? Qildi ko'p erlar. Endi ko'p erlar bodi demoqchi bo'lsak, mushu fa'ala degan o'lchamga solamiz. Nima bo'ladi? Zahabu, bodi ko'p erlar. Fa'alat zahabat, fa'alata zahabata, fa'alna zahabna. Endi ikkinchi shaxs fa'alta qildingiz siz, endi siz badingiz siz demoqchi bo'lsak neymiz? Fa'alta degan o'lchamga solamiz. Nima bo'ladi? Zahabta, zahabtuma, zahabtum. Ayollik shaklda badingiz siz ayol demoqchi bo'lsak, zahabti, zahabtuma, zahabtunna. Ya'ni zahabti badingiz siz bir ayol, zahabtuma badingiz sizlar ikki ayollar, zahabtunna badingiz sizlar ko'p ayollar. Endi mutakallim shaklda badim men demoqchi bo'lsak, mutakallim agar birlik bo'lib qolsak, birlik shakldagi o'lchamga solamiz. Nima bo'ldi? Fa'altu zahabtu. Mush o'lchamda. Fa'alna zahabna. Mush o'lchamda. Ya'ni biz ishlatmoqchi bo'lgan fe'lni shu 14 xil sig'ining birasiga tushirib ishlatmoqchi bo'lsak, mush xil qurilmaning o'ziga solamiz. Shunga sizlar fe'llarni mush bo'yicha turlashni yodlashinglar kerak. Masalan, jalasa, jalasa, jalasu, jalasat, jalasata, jalasna. Jalasta, jalastuma, jalastum, jalasti, jalastuma, jalastunna, jalastu, jalasna. Daraba, daraba, darabu, darabat, darabata, darabna, darabta, darabtuma, darabtum, darabti, darabtuma, darabtunna, darabtu, darabna. Mushu bo'yicha sizlar pishiq yodlashinglar kerak. Mana bu fe'l madi sahih fe'lni turlashning o'lchimi. Har qanday sahih fe'l bo'lgan, mayli u mahmuz bo'lsin, mayli u solim bo'lsin, mayli u mudab bo'lsin, sahihning turqa kiradi ekan, mushu bo'yicha turlaymiz. Sharaflik fe'lni mushu bo'yicha turlaymiz. Endi sizlar buni tushungan bo'lsanglar, sizlarga topshiriq akala degan bu mahmuz sahih fe'lga tava, shu mahmuz fe'lni shu bayatdan o'lcham bo'yicha turlaysizlar. Bu sizlarga topshiriq. Endi bu mahmuzda yuqoridagi biz o'rgangan o'lchamdan hech qanday o'zgarish yo'q. Shu pati bo'lamdi deganda bir dona o'zgarish bor. U qaysi deganda bu o'zgarish fe'l mudori'da biz shuni fe'l mudori'da so'zlaymiz. Endi fe'l mazida hech qanday nima yo'q, o'zgarish yo'q. Fe'l mazi bayatdan o'lcham bo'yicha o'xshashcha sig'inadi. Faqat burundagi farq fe'l mudori'da. Endi fe'l mudori o'xshashlar 14 xil sig'aga turiladi. Buning 6si g'oib uchun, bu 6 g'oibning 3 erlik, 3 ayollik. 6si muxotab uchun, bu 6 muxotabning 3 erlik, 3 ayollik. İkisi mutakallim uchun jami 14. للفعل المضارع 14 صيغة. فعل مضارعның 14 xil sig'isi bor. Minha 6 lilg'oib va 6 lilmuxotab va 2 lilmutakallim. Ya'ni oningdan 6si g'oib uchun, 6si muxotab uchun, 2si mutakallim uchun. Endi buni qanday turlaymiz fe'l mudori'ni deganda, sahih, mayli salim bo'lsin, mayli mahmuz bo'lsin, mayli mudaab bo'lsin, tuvandagi o'lcham bo'yicha turlaymiz. Ya'ni yaf'alu g'oib erlik birlik. Qiladu bu mudori shundaqmi? Yoki qilibatudu hozir zaman shaklda. Yaf'alani qiladu u ikki er ikkilik shakli. Yaf'aluna qiladu ular ko'plik shakli. Erlik ko'plik shakli. Ham uchinchi shaxs ayollik birlik shakli. Taf'alu qiladu ayol, taf'alani qiladu ikki ayol. Yaf'alna qiladu ko'p ayollar. Hamda muxotab bu 6 3 erlik, erlikning birinchisi taf'alu qilisiz siz, taf'alani qilisizlar, qilisiz ikki er. Taf'aluna qilisizlar ko'p erlar yoki qilyapsizlar. Buni o'tgan zaman va hozir zaman ikki xil shaklda mushu bo'yicha turlaymiz. Taf'alina qilisiz siz bir ayol, taf'alani qilisiz siz ikki ayol, taf'alna qilisiz ko'p ayollar. Af'alu qilinman, naf'alu qilinmiz. Mana mushu qilib, mush qilib bo'yicha qanday qilamiz turlaymiz. Masalan, barimman, o'ltiruman, o'ltiruman, baraman deb mushu badi, o'ltadi degan o'tgan zamanni endi fe'l mudori akamakchi bo'lsak, mushu bo'yicha qanday qilamiz turlaymiz. Masalan, yaf'alu o'lchamga akilimiz, u barudu demakchi bo'lsak, nima bo'ladi? Yadhabu.
U iki er baradu demekçi olsak yef'alani. U köp erler, yani ular köp erler baradu demekçi olsak yef'alune deyimiz. Bir ayal kişine baradu demekçi olsak tezhebu deyimiz. İki ayal kişine baradu demekçi olsak tezhebani deyimiz. Köp ayallarını baradu demekçi olsak tezhebne deyimiz. Yani yezhebne deyimiz. Bu şu boyunca. Yani siz bir er kişi barısız demekçi olsak tezhebu deyimiz. Siz iki er kişi barısızlar demekçi olsak tezhebani deyimiz. Sizler köp erler barısızlar demekçi olsak tezhebune deyimiz. Endi siz bir ayal kişi barısız demekçi olsak tezhebine deyimiz. İki er kişi barısızlar demekçi ayal kişi barısızlar demekçi olsak tezhebani deyimiz. Köp ayallar barısızlar demekçi olsak tezhebne deyimiz. Mutekellim ezhebu baramen nezhebu barımız. Muşu boyunca. Endi har qanday fiilni fi'l mudari'ga kelmoqchi olsak, sahih fiilni mushu bo'yicha qilamiz. Masalan, yajlisu yajlisani yajlisuna, tajlisu tajlisani yajlisna, tajlisu tajlisani tajlisuna, tajlisina. Yani bir ayol kishini o'ltirasiz demoqchi olsak, tajlisina, tajlisani, ikki, tajlisna, ko'p ayollar o'ltirsizlar. Ajlisu o'ltiraman, najlisu o'ltiramiz. Mushu bo'yicha. Masalan, yazdu demoqchi olsak, yaktubu, yaktubani, yaktubuna, taktubu, taktubani, yaktubna. Endi ikkinchi shaxs taktubu, taktubani, taktubuna yazsizlar. Taktubina yazsizsiz bir ayol, taktubani yazsizlar ikki ayol, taktubna yazsizlar ko'p ayollar. Aktubu yozaman, naktubu yozamiz biz. Mushu bo'yicha qanday qilamiz? Turlaymiz. Ya'ni biz turlamoqchi bo'lgan fe'lni mush o'lchamga solamiz. Oldin sizlar o'lchamni yodlaysizlar, undan keyin mushu bo'yicha qanday qilsizlar? Turlaysizlar. Endi men bayatdan bir gap qildim. Mahmuz sahihga tava. Men sahih fe'llarning hammasini mushu bo'yicha turlaymiz dedik. Endi mahmuzning bir o'xshamaydigan yeri bor. Bir dona faqat. U qaysi deganda, mahmuzda biz yuqorida so'zlab o'tgan o qoidani. İki hamza bir yakab qolsa, birisini qanday qilamiz degan, mat o'zgartamiz degan. Shu qoidaga asosan, endi buningki af'alu degan o'lchamga asosan mutakallimni chiqarmoqchi bo'lsak, akala degan fe'ldan yoki akhadha degan fe'ldan af'alu olsasak nima bo'ladi? Akalu, akhadhu bo'ladi. Af'alu, akulu, akhudhu mushu bo'yicha. Endi af'alu, akalu, akhadhu mushu bo'yicha. Endi bu yerda a deb ikki dona alif qanday qildi? Bir yakab qoldi. Bu vaqtda biz yuqorida o'rgangan qoidamizga asosan bir alifni qanday qilamiz? Matga o'zgartiramiz. Nima bo'ladi? Akal, akhad. O'sha bo'yicha bo'ladi. Deydi al-mahmuzul fa, ya'ni beshida hamza kelgan fe'llar akhaza, akala deganga o'xshash. Mahmuzul fa idza ijtama'a al-hamzatan. Agar ikki hamza bir yakab qolsa, tuqlabu hamzatu thaniya alifan. Ikkinchisining hamzasi nimaga o'zgartiriladi? Alif. Yani met o'zgartirildi. Alif metga. Yani nima bo'ladi? Akulu nima bo'ladi? Akalu nima bo'ladi? Akala yakul. Akulu shunday-ku. Akulu bo'ladi. Akulu. Bundan ayni qanday qilgan pashqona? Akulu, akulu bo'ladi. Akhaza yakhuzu. Bumi akhuzu bo'ladi. Mushu bo'yicha. Mushu bo'yicha. Endi buni tushungan bo'lsanglar, sizlar yakhuzu degan fe'lni turlab baqing. Mush 14 xil. Mush bo'sh o'ringa yozsizlar. Endi biz fi'l madining qurilmasini tushunib o'tdik, ya'ni siyg'ilash o'lchimini tushunib o'tdik. Fi'l mudari'ning siyg'ilash o'lchimini tushunib o'tdik, sahih fe'llarni. Endi biz amr, buyruq fe'lni qanday siyg'ilaymiz bu haqda to'xtalamiz. Lil fi'l al-amr arba'a lil fi'l al-amr 6 siyg'a, bu yerda 4 harf yozilib qoldi. Lil fi'l al-amr 6 siyg'a. Fe'l amrninki qancha siyg'asi bor? 6 xil siyg'asi bor, 6 xil qurilmasi bor. Uning 3i muzakkar uchun, 3i muannas uchun. 3ni erlik, 3 ayollik. Chunki buyruq degan kim qilinadi? Muxatabga faqat ikkinchi shaxs qilinadi. Shuning uchun buningda g'oyib yo'q, mutakallim yo'q. Buning o'lchimi qaysi deganda, buning o'lchimi bunga amaliy fe'ldan birini badaman, fa'ala bir o'lcham, endi buningda bir amaliy fe'lni badaman. Masalan, nima deymiz? Idrib. Nima bo'ladi? Idrib. İdriba, idribu. İdrib urug'in sen. Bir er kishi demoqchi bo'lsak, idrib deymiz. İdriba urug'ingizlar ikki odamni urug'lar demoqchi bo'lsak, idriba deymiz. İdribu urug'ingizlar ko'p odamni urug'lar demoqchi bo'lsak, idribu deymiz. Ayol kishiga urug' demoqchi bo'lsak, idribi deymiz. Ikki ayol kishi urug' demoqchi bo'lsak, idriba deymiz.
Köp ayollar urunlar demek olsak idribne deymiz. Muşu boyunca. Yani her qanday fe'lni sahih bo'lgan muşu boyunca chiqarsanlar bo'ladi. Masalan, oltu iclis bir er kishiga demoqchi bo'lsak iclis. İki er kishiga oltu demoqchi bo'lsak iclisa, ya'ni idriba deganga o'xshagan. Köp er kishiga o'ltirma demoqchi bo'lsak nima deymiz? Köp er kishiga o'ltirma demoqchi bo'lsak nima deymiz? İclisu bir ayol kishiga o'ltirma demoqchi bo'lsak iclisi. Köp iki ayol kishiga o'ltirma demoqchi bo'lsak iclisa. Köp ayollarga o'ltirma demoqchi bo'lsak iclis. Muşu boyunca. Başqa har qanday fe'lni uchun muşu boyunca türleysizlar. Endi bu yerda sahih fe'llarni biz yuqorida so'zlagan qoida bo'yicha türleysizlar dedik. Ammo bu yerda eskartib qo'yishga tegishlik, ya'ni bundan o'zgarish hosil bo'ladigan azroq mazmunlar va uni biz eskartib o'tamiz. Deydi, el-fi'lu sahih, sahih fe'l, o sahih degan qaysi? Salim, mahmuz, mudaaf. Mushu fe'l la tatagayyaru suratuhu ammatan. Umumiy surati mushuni qanday qilmaydi? O'zgarmaydi. Ya'ni fe'l amri, fe'l mudari, fe'l mazini siyg'lashda mushu xil o'lcham bilan siyg'laymiz. İlla degan lekin o'zgargan yeri bor. O qaysi deganda birinchidan fe'l amr. Fe'l amr. Fe'l amr min al-mahmuzul fa. Mahmuzul fa. Ya'ni birinchi harfi hamza kelgan hamzalik fe'l amri fala tasqut hamzatuha. Onun hamzasi tushib ketmaydi fe'l amrida ma'adal fi'atil af'al taliya. Tüendiki fe'llarning boshqasidan uning hamzasi tushib ketmaydi. Ya'ni hozir masalan deb qo'ydigan bir qancha fe'llar bor. Shu fe'llarning hamzasi tushib ketadi fe'l amrida. Ondan boshqa mahmuzlarningki hamzasi qanday qilmaydi, tushib ketmaydi. Masalan, bu qaysi akala, akhadha, amara degan mana bu fe'llarni qanday qildi? Amraga vaqtimizda buningdan nima tushib ketadi? Hamza tushib ketadi. Masalan, akala nima bo'ladi? Kul. Akhaza, khuz. Amara, mur bo'ladi. Mur. Ammo buning oldiga harf kelib qolsa, bu vaqtda hamzani qaytib keladi. Va kul masalan, va kul. Bu kelib qolsa va kul deymiz. Va kul demaymiz. Va khuz masalan. Va'mur mushu bo'yicha. Va'mur ahlaka bis-salat. Qur'on Karimda bor, mushu bo'yicha. Ya'ni oldiga harf kelmagan ahvolda hamzasi tushib ketadi. İkinci eskartib qo'yishga tegishli o'rin, ikkinchi eskartib qo'yishga tegishli o'rin hamda mudaaf sulasida, ya'ni 3 harflik muzaafda. Hajja, adda, farra deganga o'xshagan 3 harflik mudaafda yafuk idghamuhu, ya'ni yufakku idghamuhu idza usnida fil madi ila mutakallim. Onun idg'ami yishilib ketadi mazida mutakallimga yulangan vaqtda. Ya'ni uni mutakallimning ta'siga yoki nunuga yulgani hamon qanday qildi? Uningki ta'si yishilib ketadi. Shundaqla bu muxotabningki ta'si yulangan vaqtida qanday qildi? Yishilib ketadi. Va idza usnida fil madi wal mudari' wal am ila nun niswa. Va agar mazida, muzari'da va amrda nunun nisvaga qanday qilgan vaqtda yulagan vaqtimizda uning nuni qanday qildi? Tushib ketadi. Masalan, hajajtu, ya'ni bu yerda fe'l mudari'da, ya'ni mutakallim qanday qildi? Nuni tushib ketdi. Muxotabda shunda hajajta, hajajna shunga o'xshagan. Endi yahjuj asli hajja shundaqo, bu mutakallimning ta'siga ulashgan vaqtda qanday qildi? Buningki idg'ami ishilib ketdi. Hajajna mushu yahjujna fe'l mudari'da nunun nisvaga ulashganlik uchun qanday qildi? Nuni tushib ketdi. Tahjujna, uhjujna fe'l amrida qanday qildi? Uhjujna deb qanday qildi? Buningki idg'ami ishilib ketdi. Muxotabda shundaqa hajajtuma deb shu bo'yicha siyg'laymiz. Ya'ni yuqori o'lchamga fa'ala degan o'lchamga silib turib, uning idg'amini yishib turib, qanday qilamiz? Hamma yerdimi? Yo'q. Faqat uningga domir qanday qilingan vaqtda shu muxotabningki fa'ilning ta domirisi va mutakallimniki tu domir yoki na domir yoki ayollikning nuni mayl u mazida bo'lsin, mayl mudorida bo'lsin yoki amrda bo'lsin, shu nunun nisba ulashgan vaqtda uning idg'ami qanday qildi? Yishilib ketadi. Hajajtu, hajajna. Hajajta, hajajtuma, hajajtum. Yahjujna, tahjujna, uhjuj deganga o'xshagan. Mushayadlar o'zgarish va qolgan o'zgarish yo'q. Yuqorida men so'zlagan qoida bo'yicha siyg'lasanglar bo'ladi. Endi sizlar buni tushungan bo'lsanglar, sizlarga topshiriq. Endi sizlar izhab degan xuddi idrib shundaqo, izhab
Mushu izhab degan fe'l amrini siyg'ilab tuandagi bosh o'rin qo'ysizlar. Bu sizlarga topshiriq. Endi ikkinchi ko'nikma isnadil fi'l al-amr hujja ila ad-dama'ir al-munasiba deydi. Hujja endi sizlar ikkinchi ko'nikma hujjani tuandagi munasib damirga uylandaydi. Ya'ni tuandagi jadvalga munasib damirga uylaysiz. Ya'ni siyg'ilaysizlar. Hujja degan fe'l amrini qanday qilsizlar? Siyg'ilaysizlar. Siyg'ilagan vaqtimizda nima deyishib ketadi, bunga diqqat qilasizlar. Endi biz sahih fe'lni turlashni o'rganib bo'ldik. Ya'ni sahih fe'lninki o'lchamlari bilan tunishib bo'ldik. Endi nima keldik deganda kesal fe'l. Kesal fe'lning birinchisi qaysi? Misol fe'l. Endi biz misol fe'lni qanday turlaymiz bu vaqtda to'xtalamiz. İsnadul fi'l al-mu'tal al-awwal. Birinchi kesal fe'lni domirga uylash. U birinchi kesal fe'l qaysi? Misol. Ya'ni kesal fe'lning turidan biz so'zlaganning birinchisi qaysi? Misol fe'l. İsnadul fi'l al-madi. Fi'l madini isnad qilish, ya'ni isnad uylash degan gap, turlash degan gap. Masalan, endi biz bunga amaliy misollarni beramiz. Biz yuqorida uning qilibini qanday qildik? O'rgandik. Fa'ala. Endi bunda qarab boqaylik. Vajada, vajadu, vajada, vajadu, vajadat, vajadata, vajadna. Vajadta, vajadtuma, vajadtum, vajadti, vajadtuma, vajadtunna, vajadtu, vajadna. Mana bu misol fe'lda. Ya'ni birinchi harfi voddan iborat kesal kelgan bu misol fe'lda biz siyg'ilabdik. Biz yuqori o'rgangan qoidaga hech qanday o'xshamaydi g'ayri yo'q ekan. Shu, ya'ni xuddi biz sahih fe'lni siyg'ilgandek siyg'ilsaqchi bo'ladi ekan. Demak, misol fe'lninki mazisida farq yo'q ekan sahih fe'ldan. Siyg'ilash nimasi yo'q ekan, farq yo'q ekan. Shuning uchun buni deb qo'ydik. La yutravu alayha ayyu taghyir fil madi mutlaqan. Fe'l madidan unda mutlaq hech qanday o'zgartish yo'q. Xuddi sahih fe'lni siyg'ilgandekcha siyg'ilaymiz. Bu oson. Endi siz buni tushungan bo'lsanglar, vaqafa degan bu misol fe'lni qanday qilsizlar? Siyg'ilaysizlar. Bu sizlarga topshiriq. Endi bu misol fe'lning mudorisi-chi, buning o'zgarish bormi desa, albatta buning o'zgarish bor. Qanday o'zgarish bor? Qarab baqsanglar bilasizlar. Endi vajada fe'l madi o'zgarish yo'q. Vajadaning fe'l mudorisi qaysi? Yajidu. Nima? Yajidu. Endi qarab baqaylik. Yajidu, yajidani, yajiduna. Tajidu, tajidani, yajidna. Tajidu, tajidani, tajiduna. Tajidina, tajidani, tajidna. Ajidu, najidu. Endi buningda qanday o'zgarish oldi? Biz fe'l mudorini, sahih fe'l mudorini qanday siyg'laydik? Yaf'alu o'lchami qilsak. Endi bu yajidu desak yaf'alu o'lchamiga tushdimi? Yajidu, yaf'alu. Tushmadi? Yaf'alu, yajidu. Tushmadi. Qanday o'zgarish oldi bu yerda desa, buningda harf illat, ya'ni asosiy yavjidu shunday yavjidu. O'sha vo qana qildi? Tushib ketdi. Demak, buningdagi mudorida nima tushib ketadi ekan? Harf illat, ya'ni kesal harf qana qildi ekan? Tushib ketadi ekan. Misol fe'lda qana qildi ekan? Harf illat tushib ketadi ekan. Hamma misol fe'lda harf illat tushib ketamdi fe'l mudorida desa, yo'q. Qanday deganda diqqat. Endi qaranglar. الفعل المثال الواوي المكسور العين في المضارع. مثال الواوي degani misol fe'l degani nima? Birinchi harfi qanday qilgani? Kesal harf kelgan. Endi kesal harf deganimiz 3. Alif, vo, ya. Shu 3 harfning ichidan vo kelgan bo'lsa, birinchi harfida vo kelgan bo'lsa, buni bo'ladi misolul vavi bo'ladi. Agar birinchi harfida ya kesal harf kelgan bo'lsa, bu misolul yayi bo'ladi. Demak, misolul vavi deganimiz birinchi harfida vodan iborat bu vo kesal harf kelgan. Deydi, al-fi'lul misolul vavi al-maksurul ayn fil mudari'. Mudari'da aynning barobaridagi harfi zir o'qilgan misolul vavi, masalan vajada yajidu deganga o'xshagan. Vajada yajidu, vajada voni oldiga muzat harfini kelimiz nima bo'ladi? Yawjidu. Yawjidu desak bu aslisi. Hamda buning o'lchami yaf'ilu. Demak, aynning barobaridagi harfi qaysi? Yawjiduda aynning barobaridagi harfi jim. Bu aynning barobaridagi harfi jim nima qilibdi? Zir qilibdi. Mana bu shuningdek mudari'da ayni zir o'qilgan misolul vavi fi'l yoki mazi va muzari'da ayni zibar o'qilgan fe'l, misolul vavi fe'l, xuddi wada'a yada'u deganga o'xshagan fa innahu yuhdafu minhu harf illa. Jazman uningdan harf illat qanday qilinadi? Tashlanadi. Fe'l mudari'da qanday qilinadi? Tashlanadi. Va nimada tashlanadi? Fe'l amrida tashlanadi.
Dikkat. Misalul vavi, yani vav bilan boshlangan bu, vav kesalar bilan boshlangan bu fe'llarda agar ayni zir o'qilgan misalul vavi bo'lsa mudari'da yoki madi va mudari'da ayni zir o'qilgan misalul vavi bo'lib qolsa mudari'da uning ayni qanday qildi tushib ketadi. Aynining barobaridagi harf qanday qildi tushib ketadi. Xuddi yuqoridagi misaldagi o'xshash. Yajidu, yawjidu vav qanday qildi tushib ketdi. Bu qoida. Endi qayta al-fi'lul misalul vavi al-maksurul ayn fil mudari'. Mudari'da ayni zir o'qilgan misalul vavi fi'l vajada yajidu deganga o'xshagan yoki madi va mudari'da ayni zir o'qilgan misal fe'l wada'a yada'u deganga o'xshagan. Asli wada'a yawda'u yawda'u yaf'alu deganga o'xshagan. Ayni barobaridagi dot qanday qilingan? Zir o'qilgan. Mazidimi muzaritimi? Shunda ayni zir o'qilgan misalul vavi jazman tashlanadi. Oningdan harfi illat mudari va chu amrda. Xuddi jadvaldagi o'xshash. Ya'ni yajiduda asli yawjid bu qanday qilingan? Tashlangan. Bu shu bo'yicha. Wada'a yada'udimi asli yawda'u yawda'u. Nima uchun buni tashlandi? Chunki buningki mazi va muzarida ayni qanday qilingan? Zir qilingan. Bu bir qoida. Fe'l amrdimi shunga o'xshash. Masalan, jid jid asli yawjidu shundago buningdimi vo qanday qilingan? Tashlangan. Jid jida jidu. Ya'ni tap deganga tap tepinglar tepinglar ko'p erlar. Jidi jida jidna. Tap bir ayol, tap ikki ayol, tap ko'p ayollar. Mushu bo'yicha. Demak, buning amr va mudari'da qanday qildi? Buningki ayning barobaridagi harf qanday qilindi? Tashlandi. Endi buni tushungan bo'lsanglar, yaqifu degan fe'lni siyg'alaysizlar. Yaqifu degan fe'lni siyg'alaysizlar. Mushu bo'yicha mudari'ni va amrni siyg'alaysizlar. Endi biz yuqorida bir gapni qildik. Misalul vavida mudari'da ayni zir o'qilgan bo'lsa, xuddi yawjidu deganga o'xshagan yoki madi mudari'da ayni zir o'qilgan bo'lsa, harf fe'llarni qanday qilamiz? Tashlaymiz dedik. Agar bu qoidaga zid bo'lib qolsa, ya'ni mazida ayni zir, mudari'da ayni zir, ya'ni yuqorida biz eslatgan qoidaga zid holat bo'lib qolsa, bu vaqtda undan harf fe'llar tashlanmaydi. Bu vaqtda undan harf fe'llar qanday qilmaydi? Tashlanmaydi. Masalan, yawhamu desak, bu yawhamu degan fe'lninki mazisi vahima yawhamu. Demak, mazida ayni zir. Demak, qoidaga zid keldi. Bunda bo'lib qolganlik uchun buningda mudari'da kesalar qanday qilmaydi? Tashlanmaydi. Shuning uchun vahima yawhamudan yawhamu deb chiqadi. Mushu bo'yicha turlaymiz. Yawhamu yawhamani yawhamuna, tawhamu tawhamani yawhamna, tawhamu tawhamani tawhamuna, tawhamina tawhamani tawhamna, awhamu nawham. Mushu bo'yicha. Fi'l amrda cho'zi, fi'l amrda tashlanmaydi. Ivham ivhama ivhamu, ivhami ivhama ivhamna. Mushu bo'yicha qanday qilamiz? Turlaymiz. Endi deydi, al-fi'lul misal allati lam yatra alayhi taghyirun fil mudari' wal amr. Endi misal fe'lning ichidan hech qanday o'zgarish yo'q. Yuqorida biz sahih fe'lning qoidasini o'rgandik-ku. Shu bo'yicha turinadigan misal fe'l qaysi deganda al-fi'lul misal allati lam yatra alayha taghyirun fil mudari' wal amr. Fi'l mudari va amrda hech qanday o'zgarish yuz bermaydigan misal fe'l takunu imma vaviyya bo'ladi, ya vavi misal bo'lib maksuratul ayn fil madi. Mazida ayni zir qilgan bo'ladi. Xuddi vahima deganga o'xshagan. Vahima fa'ila o'lchimida ayning barobaridagi harf nima qilgan? Zir qilgan. Mushundaq bo'ladi. Buning hech qanday o'zgarish bo'lmaydi. Xuddi sayf fe'lni turliganga o'xshagan turinadi. Vahima deganga o'xshagan. Va maftuhatul ayn fil mudari va mudari'da ayni qanday qilingan? Zir qilgan. Xuddi yawhamu deganga o'xshagan. Yoki mazmumatul ayn fil mudari wal mudari fil madi wal mudari. Yoki uning ayni madi va mudari'da qanday qilingan bo'ladi? Pasha qilingan bo'ladi. Xuddi va suma yawsumu deganga o'xshagan. Bu misalul vavi. Ya'ni misalul vavi yuqorida biz so'zlagan qoidaga zid holatda ya uning ayni zir, mazida zir, mudari'da zir. Yoki uning ayni mazi mudari'da pasha bo'lib qolsa, sahih fe'lning o'lchimi bo'yicha unda hech qanday harfni mayli kesal olsin tashlab o'tmay qanday qilamiz? Siyg'laymiz. Endi yayi misal olib qolsa desa, aw ya'iyatun maftuhatul ayn fil madi wal mudari. Yoki yayi bo'lib, ya'ni ya bilan boshlangan, yadan iborat bu kesal harf bilan boshlangan misal olib qolsa va madi va mudari'ning ayning barobaridagi harfi zir qilgan bo'lsa, buningdimi
Keserler qana qılmaydı, taşlanmaydı. Ne buludu? Yafa'a yayfa'a. Yafa'a yayfa'a. Muşu buyunca. Hem de sizler bunu düşüngen bolsanlar yukarı tüvendeki tapşırık işleysizler. Yani yavsumu degen bu fi'l mudari'ni siğlaysizlar ve bunun emrisini çoğu siğlab boş orunga yazsızlar. Bu sizler qap qaldı. Onda bolsa vaqtdaşlar bugünkü fi'lni türleş dersimiz müşahici bolsun. İnşallah bunun davamını yani biz bugün mu'tal fi'lden ecvab qıça okuduq. Yani sahih fi'lni türleşini ve mu'tal fi'lden ecvab qıça okuduq. Yani biz misalni oqib bolduq, ecvabqa keldik. Keyingi saatlik dersimizde biz ecvab günümüz. Onda bolsa vaqtdaşlar kelerki saatlik dersimizde görüşeyli. Assalamu alaykum.